Toshkentda so'nggi daqiqada Nesterovni yig'latib ketgan Mahmud Abdulrahmon bu safar ham darvozabonimizni ayamadi. Yana jarimadan deyarli o'sha usulda gol urib, jamoasi uchun play-offni ta'minladi. O'zbekiston esa 8 ta o'yinda 6-mag'lubiyatga uchrab, jadvalda oxirgi o'rinda qoldi. Guruhda 3-o'rinni olgan Bahrayn Osiyo play-offida narigi guruhda 3-chi bo'lgan Saudiya Arabistoni bilan o'ynaydi. Bahraynda 0-0, Ar-Riyodda 2-2 qayd etiladi va safardagi gol evaziga Bahrayn qit'alararo play-offga chiqadi. Yangi Zelandiya bilan to'qnashuvda hammasini bitta gol hal qiladi. Bahrayndagi 0-0 dan keyin Okeana vakili o'z uyida 1-0 hisobida g'olib chiqib, mundialga yo'l oladi. Shu bilan Osiyo saralashida 4 ta jamoa A guruhidan Avstraliya va Yaponiya, B guruhidan Janubiy va Shimoliy Koreyalar jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritadi. 2010-yilning yozida Janubiy Afrika Respublikasida jahon chempionatining final qismi bo'lib o'tadi. Unda eng avvalo mamlakatimiz uchun ahamiyatli voqea ro'y beradi. Hamyurtimiz Ravshan Ermatov 5 ta o'yinda hakamlik qilib, yuqori saviyasi va professionalligi bilan dunyo e'tirofiga tushadi.